Hurmatli tinglovchilar, bugun sizlar bilan biz texnik asoslangan vaqt me'yorlari mavzusini ko'rib o'tamiz. Mashinsozlik texnologiya asoslari fanidan. Men Sangirov Abdujalil Tumanovich, Toshkent kimyo texnologiya instituti yangi filialining avtomatika va texnologik jarayonlar kafedrasining dotsentiman. Asosan demak, texnik asoslangan vaqt me'yorlari qanaqangi tarkibiy qismlardan tashkil topgan, uni asosiy mazmuni nima, shular bilan tanishib chiqamiz. Mana birinchisi demak, vaqt me'yori ma'lum bir ishlab chiqarish sharoitida bitta yoki bir nechta tegishli malakaga ega bo'lgan bajaruvchilar tomonidan yoki ishchilar tomonidan ba'zi bir hajmdagi ishga sarflangan reklamentlashtirilgan vaqtga aytiladi deb. Demak, bu ma'lum bir detalimizda tayyor holatga keltirishimiz uchun o'sha berilgan o'lchamlarni to'liq olishimiz ketgan vaqtga, demak, o'sha vaqt me'yorlari deb aytilar ekan. Ishlab chiqarish me'yori bu ma'lum bir tashkiliy texnik sharoitda bitta yoki bir nechta tegishli malakali ishchilar yoki bajaruvchilar tomonidan vaqt birligida bajariluvchi reglamentlashtirilgan hajmdagi ishga aytiladi. Demak, ishlab chiqarish me'yori demak shu bir guruh ishchilar tomonidan demak ma'lum bir vaqt davomida qancha o'sha buyum ishlab chiqariladigan bo'lsa yoki detal ishlab chiqariladigan bo'lsa yoki mahsulot ishlab chiqariladigan bo'lsa shu me'yor shuni bildirar ekan. Vaqt me'yorlarini aniqlashning 3 ta usuli bor ekan. Bu demak o'sha hayotiy tajribalar orasida demak sarflangan ishchini vaqtini kuzatish orqali, demak bevosita o'sha kuzatuvchilar ish bajaruvchi ishchini dastgohda qanday vaqt sarflanadi bevosita kuzatish orqali amalga oshiriladi. Me'yoriy hujjatlar asosida demak o'sha detalimizga qancha vaqt kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha vaqtga da ulguradimi yo'qmi, o'sha me'yoriy hujjatlar asosida berilgan hujjatlar asosida aniqlashimiz mumkin. Yoki tiplashtirilgan yirik me'yoriy hujjatlar bo'yicha solishtirish va hisoblash asosida. Demak, bu yerda matematik hisob-kitoblar olinadi, demak amaliy hisob-kitoblar qilinadi va o'shalar bo'yicha demak biz o'rtacha qiymatini olib, o'sha vaqt me'yorlarini aniqlaymiz. Endi vaqt me'yorlari yana donaboy vaqtga, asosiy vaqtga va yordamchi vaqtga bo'linar ekan. Demak, shuning uchun alohida har birini ko'rib chiqamiz. Demak, donaboy vaqt bu vaqt amallarni bajarish intervali bo'lib, texnologik amallarni siklini bir vaqtda tayyorlanuvchi yoki ta'mirlanuvchi buyumlar soniga yoki yig'uv amallarini kalendar vaqtining nisbatiga teng bo'ladi dedi. Donaboy vaqt asosiy vaqtdan, yordamchi vaqtdan, operativ vaqtdan, ishchi joyiga tashkiliy xizmat ko'rsatish vaqti, ish joyiga texnik xizmat ko'rsatish vaqti va ishchining shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflanadigan vaqtlarga bo'linadi. Asosiy vaqt nimadan iborat ekan? Asosiy vaqt bu ham shu donaboy vaqtning demak bir tarkibiy qismi hisoblanadi. Demak, ish predmetini o'zgartirish yoki o'sha detalni texnik o'lchamlarini o'zgartirish, keyingi holatni aniqlash uchun sarflanadigan vaqtga aytilar ekan asosan. Bevosita o'sha detalimizda o'sha dastgohda pichoqlar bilan qirindi yo'nish orqali demak amalga oshiriladigan vaqtimiz aytiladi. Yordamchi vaqt bu ham donaboy vaqtning bir qismi. Bu mana o'sha ishchi o'zgartirish, keyingi holatni aniqlash, ta'minlash uchun har xil amallarni bajarishga sarflangan. Demak, o'sha detalimizda shaklini o'zgartirishimiz uchun ba'zi hollarda uni holatini o'zgartirishimiz to'g'ri keladi. Ba'zi bir pichoqlarni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Pichoqlarni rostlashga to'g'ri keladi. O'shanaga ketgan sarflangan vaqtga demak yordamchi vaqt deyiladi. Ish joyiga tashkiliy xizmat ko'rsatish vaqti. Demak, bu ham donaboy vaqtning demak bir qismi bo'ladi. Texnologik ta'minotni ishchi holatini bajarish, ishchi tarafdan doimiy ravishda ushlab turish va uni hamda ishchi joyini tozaligiga qarab turish uchun sarflangan vaqt. Ya'ni har qanday ishchi, har qanday dastgohda ishlaydigan ishchi yoki toker bo'ladimi, qanaqangi ish bajaruvchi ish joyiga kelgandan keyin ish joyini birinchi navbatda tozaligiga to'g'ri berish kerak. Tozaligiga to'g'ri beradi. Demak, kerakli bo'lgan chiqindilarni olib tashlaydi, kerakli asbob-uskunalarni joy-joyiga qo'yadi. Bugungi ishga kerak bo'ladigan barcha jihozlarni, moslamalarni, asbob-uskunalarni to'g'rilab oladi, joyiga qo'yib, shundan keyin o'shanga ketadigan vaqtimiz ish joyiga tashkiliy xizmat ko'rsatish vaqti. Tashkiliy masalalarni amalga oshiradi. Ish joyiga texnik xizmat ko'rsatish vaqti. Bevosita ishni o'zi, stanogimizning o'ziga, dastgohimizning o'ziga xizmat ko'rsatish vaqti. Bunga nimalar kerak ekan demak? Ish joyidagi dastgohni sozlash, keskich asboblarni charxlab, o'tkirlash,
uning singanini omborxonadan boshqasiga kelib almashtirish, shunga o'xshagan ketgan vaqtlarga demak ishchilarga tenglik xizmat ko'rsatish vaqti. Moslamalarni o'rnatish mumkin. Yoki turgan bo'lsa moslamalarni yechib qo'yish mumkin. Boshqa operatsiya, keyingi yangi operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish bosqichi demak. Ketadigan vaqt. Ishchining shaxsiy ehtiyoji uchun sarflangan vaqt. Bu hammaga ma'lum, demak, bu ham danaboy vaqtning bir qismi. Ishchining shaxsiy ehtiyoji uchun sarflanadigan vaqt. Bunga demak tushlik vaqti kirmas ekan. Endi bizda avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish bor, demak danaboy ishlab chiqarish bor, serial ishlab chiqarish bor. Shularga qarab demak biz vaqt me'yorlarini ham deb alohida ko'rib o'tamiz. Demak, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uchun danaboy vaqt quyidagi tenglik bo'yicha aniqlanadi. Quyida formula bilan toplanadi ekan. Bu yerda demak TB qo'yilgan, TA asosiy vaqt, yordamchi vaqt, tashkiliy ishlarga keladigan vaqt, tenglik xizmat ko'rsatgan vaqtlar, ehtiyoji yaxshi shaxsiy ehtiyojga ketadigan vaqtlar. Operativ vaqtimiz esa shu asosiy vaqt bilan yordamchi vaqtning yig'indisidan iborat ekan demak. Asosiy vaqt bevosita ishlanuvchi tanavar o'lchamlarining shaklini, fizik mexanik xossalarini yoki tashqi ko'rinishini o'zgartirish, dashqalarda bevosita ishlov berish degan demak, bog'lashda, slesar ishlari, boshqa ishlar demak misol qilib olish mumkin. Mana shularga yig'ish ishlariga birlashtirishga ketadigan detallarimizni tayyorlaymiz, tayyorlagan detallarni yig'amiz, o'shanga ketadigan vaqtlarimiz demak asosiy vaqt hisoblanadi. Dastgohlarda tanavorlarga ishlov berilganda asosiy vaqtni hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz ekan demak. Bu yerdagi formula asosiy vaqt formulasi LX ko'paytirilgan I taqsim SM minutlarda aniqlanar ekan. Bularda LX ishlov berishning hisobiy uzunligi, asbob bilan shu detalimizning qaysi qismiga qancha masofada ishlov beramiz. Surish yo'nalishidagi bosib o'tilgan yo'l masofasi deb qo'yiladi. I keskish asbob ishchi yurishining demak soni. Keskish asbobining minutlik surilishi millimetr minutlarda aniqlanar ekan va SM deb berib qo'yilgan. Keskish asbobining tanavorlarga ishlov berishdagi ishlov hisobiy uzunligini quyidagicha formula aniqlaymiz demak. Burada LX, LK, LK, demak LZ, LC bilan belgilangan ekan. Bu yerda ham bevosita o'sha ishlov berish uzunligi deganimizda faqat detalimizning ishlov berish uzunligi emas, ungacha bo'lgan masofa, pichoqni yaqinlashtirish bo'lish masofasi, keyin detalimizni o'sha ishlov berilgan masofasining o'zining uzunligi hamda pichog'imizni detal ishlov berib chiqib turadigan uzunlik. Mana shu masofasi umumiy hisobiy uzunlikka kirar ekan. Amaliy hisoblarda danaboy vaqt quyidagi soddalashtirilgan formula bo'yicha hisoblanadi demak. Ya'ni mana bu yerda soddalashtirilgan alfa, beta, gamma koeffitsiyentlar orqali demak ko'rsatilgan bor optimum vaqtimizda. Mana demak pastda alfa, beta tegishlicha tenglik xizmat ko'rsatishga, teng tashkiliy xizmat ko'rsatishga va ehtiyojlar uchun ketgan vaqtlar demak koeffitsiyent belgilovchi koeffitsiyent ekan. Avtomatik jihozlar bilan qo'llangan desa va quyidagi formula bilan aniqlanadi. Serialab ishlab chiqarishda zagodovkalar partiyasiga ishlov berish yoki yig'ish uchun sarflanish norma vaqti quyidagi formula aniqlanadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday serialab ishlab chiqarishda yuqorida aytib o'tdik, demak serialab, mayda serialab, demak ko'p serialab yoki yalpi ishlab chiqarish bo'ladi. Shuni serialab ishlab chiqarishdagi anosini ko'ryapmiz demak. Bu yerda boyagi umumiy ishlov berish, mana bu yerda umumiy ishlov berishga ketgan vaqtimiz boyagi bu N partiyadagi tanavorlar soni nechta o'sha zagodovkalarga aniqlamiz. Va demak bo'lsa bu qo'shimcha demak o'sha yordamchi ketgan vaqtlar. Bitta detal ustidan bajariluvchi amalga sarflangan danaboy va tayyorlanuvchi yakunlovchi vaqtlar yig'indisi danaboy vaqtning kalkulyatsiya vaqtini ham tashkil etadi dedi. Mana bu yerda ko'rsa, bu yerda o'sha formula orqali aniqlangan ekan. Norma vaqt asosida bajariluvchi amallar qiymati aniqlanadi. Dasturni bajarish uchun kerakli bo'lgan dastgohlar soni hisoblanib va ular ekonomik jihatdan, ya'ni iqtisodiy jihatdan qulay bo'lgan texnologik jarayonlarni rejalashtiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, mana bugun sizlar bilan biz vaqt me'yorlari to'g'risida ko'rib o'tdik. Kelasi darslarimiz, kelasi mavzularimizda muhokama qilishguncha demak salomat bo'lasizlar.